Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana yana bugun yangiliklarimizdan chiqishda davom etyapti. Katta g'ildiroqdan qilganmiz. So'raganlar bor edi. Shularga mana obzorini qilib tashlaymiz. Xo'p, bu kichkina g'ildirog'imiz. Balandligi 37 sm, eni 10 sm, og'irligi 10 kilodan. Xo'p, bunisi balandligi 62 sm, og'irligi 20 kilodan. Xo'p, eni 12 sm bo'ladi bu g'ildirog'imizda. Endi bunisi mana bu yangiligimiz. Bu balandligi 72 sm bo'lyapti. Og'irligi 24,5 kg bo'lyapti. Tishlarining soni 16 ta. Buni tishlarining soni 15 ta. Buni tishlarining soni 11 ta. Xo'p, mana balandligini ko'ramiz deganlarga. Mana yerdan, mana turgan joydan mana. Xo'p, bunisiniki Hop, 64 chiqyapti. 64 ekan buniki. Mana yerdan turishi. Hop, bunisiniki mana 37. Hop. Sholi uchun so'raganlar ham bor edi. Agar astoydil zakaz qilishsa, qilib beramiz. Sholi payalarni motoblogida ishlovini beramiz deganlarga. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqalarga chiqarasizlar. Mana. Hop. Buni ularli tomoni o'sib ketgan ekinlar uchun o'rta reduktor balandda tevada turadi. Shuning uchun so'raganlar bor. Makka, semichkaga tegib sal qiyshaytirib bo'lsa ham o'tadi agar o'sib ketgan bo'lsa. Balandligi shu holatda. Hammaga rahmat, aloqaga chiqaverasizlar.